Assalomu alaykum. Hammaga ma'lum, PUBG'ga yangi versiya, ya'ni 4.3 versiyasi keldi va yangilandi va nihoyat bu iOSga ham, ya'ni iPhone'ga ham yetib keldi do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, men o'sha xatokni olib bo'lganman. Конечно, bu full set qilolmadim. Bitta ustki qoldi, nashnoy xatokni. Atak obuvini, oyoq kiyimini va shortikini, так скажем, olib bo'ldim. Hali bilmaganlarga aytib o'taman. Mana magazinga kirib turib, kostyumiy bo'limga o'tamiz va hozir o'tib qo'ygan. 2400G ga mana bunaqa bizdagi G'larga sotib olsa bo'lar ekan. Bu bizga keldi, ya'ni bu versiyadagi eng katta narsasi bu vasha zadniy fonlar o'zgargani, nastroykalar har xil bunaqa. Bular oq bo'lib qolibdi, oldin qora edi. Inventardagi bunaqa mifiklarning orqa foni o'zgaribdi. Menga yoqmadi. Oldingi mifiklar qanaqadir chiroyliroq edi. Bunda oddiy qizil bo'lib qolibdi. Unda qanaqadir gradient borda, atrofi sal qoraroq bo'ldi, keyin o'rtasi qizil bo'lib ketgandi. Bunisi chiroyliroq edi. Tak bizga karta bo'limi qo'shilgan. Kartada nechinchi yilda bu akkaunt vasha ochilgan, shunga o'xshash narsalar va mayda kartalar sizga podarka sifatida beriladi va mayda o'yinlarni tomosha qilishingiz va bu kartalarni sotishingiz yoki sotib olishingiz va vaqt o'tgandan keyin buni sizlar sotishlaring mumkin va ko'proq pulga sotishlaring mumkin. Bu degani PUBG shunchaki o'yin bo'lib qolmasdan, bu уже qanaqadir tipa kriptovalyutaga o'xshagan, ya'ni yoki tradingga o'xshagan narsa bo'lib qoldi. Xullas, buni sotib olib, qimmatroq bo'lgandan keyin sotib olishlaring mumkin. Bu juda ham zo'r narsa. Уже endi PUBG o'yin tabaqasidan balandroq tabaqaga o'tishni boshlayapti. Bu juda ham yaxshi. Bizda har xil yangiliklar bor. Eranglimiz mana o'zgargan, hamma narsasi o'zgargan. Bu narsalarni hammasini ko'rib bo'lgan bo'lsalaring kerak. Va bizda yana kelgan narsa, qaytgan narsa mana bu do'stlar. Buni YouTube'da hamma yoqda ko'rgansizlar. Oranjoviy kostyum, ko'pchilik buni qamoqxona kostyumi deb ataydi. O'sha mashhur Viktordagi oranjoviy kostyum, такой youtuberskiy. Va bizga qaytgan narsalar mana bu. Bu городской xatokni ustki qismi va bizda городской xatokni pasti usti qismi 6000G turar ekan. Bunga meni G'larim yetmadi. Bunisi 2400G kartasi va full set qilish uchun oyoq kiyimi, городской xatokdagi obuvi. Bu ham 2400G monetasiga, G kartasiga beradi ekan. U mana bunday holatga keladi. Aytmoqchi, mana Mr. Beast anaqasini maydan получить qilib, birinchi agar mana videoda ko'rib olasizlar va maydan уже обновление qilib bo'lgandan keyin mayda получить tugmasi bo'ladi.
Mana yerda har xil missiyalar kelgan olib beriladi. Tak, bizda shular mana yerga xohlagan personajingizni qo'ysangiz bo'lar ekan, xohlagan personajni qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana yerda xohlagan pitomets qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Mana yerda оружие pullik, mana yerda оружие qo'ysangiz bo'lar ekan. Оружиеlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi va ko'pchilikka yoqmayotgan tarafi mana uni orqasi oddiy seriya bo'lib qolishi. Ya'ni agar bu yerga mifik narsa qo'yadigan bo'lsangiz, biron bir hozir mifik narsa qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda hech qanaqa belgi chiqmaydi. Hech qanaqa orqasi qizarib qolmaydi mifik biron bir оружие qo'ysangiz. Shunisi biroz yaxshi bas, chunki oddiy qilib qo'yapti. оружиеlarni orqasiga sal rang-baranglik qo'shish kerak edi. Tak, mana bu yerga mashinalar qo'ysa bo'ladi. Mashinalar joy mana o'zgargan. Bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi mashinalarni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Orqasiga fon qo'ysa bo'lar ekan. Xohlagan foningizni qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu ham bunga ham aniq qilish kerak, tushirish kerak keyslarni. Bu ham berilar ekan. Bu yerda o'zingiz personajlaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tak, tomonda yangiliklar shu. Bu yerga qanaqadir yana yangiliklar kelgan. Bizda yana загрузкасы o'zgargan, loading bo'lib turib, oldin boshqacha bo'lgan bilasiz. Bizda yana boshqa joylari tak asob o'zgarmagan va bu yerda 5 xil qanaqadir funksiya kelgan. Bu haqida ham sizlar уже eshitgan bo'lsalaring kerak. Bittasi pritsel berganda qayerda kim borligini va mashina nechta mashina atrofingizda borligini, nechta odam borligini bildiradi. Biri otganingizdan keyin u qayerda yurganini devor orqasidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Birida tezroq yuguradigan bo'lib qolasiz. Birida mashinalar ustasi bo'lib qolasiz. Unda mashinani hech qachon benzin tugamaydi va mashinaning ichida sizni o'ringiz kamroq ketadi. Va bittasi oddiy meditsinskiy ga o'xshagan narsa. Unda o'rtag'ingizga, ya'ni naparnikingizga tezroq aptechkani berishingiz mumkin. Ya'ni uni ko'tarishga, unga yordam berishga tezroq yordam bera olasiz. Odatdagidan ko'ra, qolganlardan ko'ra tezroq unga yordam bera olasiz. Xullas shunday narsalar kelgan, ularni olishingiz mumkin. Eslangizda bo'lsa 4 xil sezon kelganda kitayskiga anaqa 4 xil unsurdan bittasini tanlab o'yindan oldin keyin o'yinga kirishlaring mumkin edi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Bunda unsurda o'rniga super kuch. Xullas shunaqa kelgan. Yana bir kelgan narsa bu mana bu yerga kirib turib chat with me degan tugmani bossalaring, bu yerda sizlar xohlagan savollaringni искусственный intellekt, sun'iy intellektga bilan suhbatlashishlaring mumkin. ChatGPTga o'xshagan narsa, faqat bunga PUBG da sizga narsadir kerak bo'lsa, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, podrobniy hamma narsa haqida gaplashishingiz mumkin. Mana bu yerda bunga kiramiz va bu bilan gaplashsangiz bo'lar ekan. Endi mana bu takoy botchani va nihoyat nimadadir keragi bor. Nimagadir endi kerak bo'ladi bizga. Va nihoyat
Qolgan narsalari unchalik bir o'zgarmagan, o'zi hamma narsasi ko'rinib turibdi, bir katta o'zgarish kelgan. Bu qolgan narsalari bir обсуждениеga loyiq narsa emas. Mana ko'rib turishlaring mumkin, qora joylarni ko'p joyini oq qilib qo'yishgan va bizga ikkita missiya kelgan. Biri dronlik, shu B missiyani bajarib, A missiyani bajarib, C'da dron uchirishlaring kerak. C rangni ochishlaring kerak, хранилищani. Bo'ldi, shu bilan birinchisi amalga oshadi. Ikkinchisi kelgan, pуть эволюции. Pуть эволюции. Uzr. Men buni shriftini tushunmabman. Men evolyutsiyani Z o'qibman, Z evolyutsiya o'qib, evolyutsiya kengayib bordim. Bunaqa so'z yo'q-ku deb. Tak. Bizda bu yerda pachinkiga bir marta tushish kerak, militaga bir marta tushish kerak. Energichniy shitni bir marta ishlatish kerak. Ускорение transporta qilish kerak ekan. Открыть любой темперамент хранилище. Любой bitta хранилищani A, B, C любой toifadagi bitta хранилищani ochib ko'rish kerak ekan. Tak. Mana bizda bu yerda har xil narsalar kelgan. Lekin bizda unchalik bu mavzulardagi kostyumlar именно bo'lmagani uchun bizga kelmagan, lekin bo'lganda bu yerda sizda bo'lishi mumkin. Xullas, shunaqa takoy chiroyli setimiz yana qaytdi. Nima deymiz? Shu bilan video tugadi. Obuna va like tugmasini bosib ishni unutmang. Iltimos, obunani bosib qo'ysangiz, bu sizdan hech narsa ketmaydi. Bizga shunchaki motivatsiya bo'ladi. Bir oddiy boshlovchi, boshlang'ich darajadagi streamerman va bu siz tomonidan motivatsiya bo'lardi. Oddiy endi boshlayotgan odamga turtki berish, negativ bo'lish o'rniga aksincha unga yaxshi nazar bilan boqsangiz, sizga ham menga ham yaxshi bo'lardi. Tak, obuna va like tugmasini bosib qo'yishni hech unutmang va kommentariyada izohlaringizni kutib qolaman. Va yana kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lsin, shuni ham yozib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.